Bular mer, bular u mana u damski. Damski palishka, balchi oq. Yuraymi, keyin almarlar ham endi mer bular. Haligi kindik uzum deydi-yu. Nariyoqda pastroq. Pastda ham bor, undan ham bor. Avatar bormi, avatar? Avatar ham bor. Avatar qanday bo'lgan? Bularda ovoq qo'yish kerak endi. Buni nimada haydaysiz ichini? Traktor bilan. Ichida traktormi? Mayda. Mayda traktor bor. Sadovoy traktorlar bor. Bu qora endi. Damski qoralik. Darag'idan ancha katta bo'lib qoldi uzum darag'i. Endi xafa bo'lmaysa-chi, go'ng po'yim bergan o'shani hidi bor. To'g'ri. Avatar qayerda, pastroqdami? Endi hozir to'xtatib turasiz aka. Mana bular shoxona endi mana. Bular hali shoxona. Shoxona endi ularda sug'orish kerak. Suvga kelib qolibdi, suv ochamiz endi bugun erta. Jon tog'a pastroqqa boramiz endi-chi, yurib. Yo chetda turasizmi? Blogerimizga Bo'ldi, ketib yuring. Yuravering o'zi. Yo'q, endi o'sha buqoq kasallik tushib qolsa, mehnatingiz yana nima qoladi-da. qaytiga buqoq tushadi. Mana bo'g'azaga bo'lib qoladi. Mana uzlaydigan joyi semirib qoladi. Mana unga keyin suv o'tmaydi. Mana bo'g'azaga mana ishib ketadi. Dumaloq bo'lib. Dumaloq bo'lib, keyin suv mana uzum olmaydi. Bashitda suv baqa o'tga kaltiga ketaveradi, bunga kelmaydi. Shunaqa bir kasallik bor. Jiddiy o'shanga to'xtab turibmiz. Sug'orishga suv ketib qolgan. Hozir egar bo'yicha qancha dedingiz, nimasini? 6000 gektar uzum bor. 6000 gektar. 6000 gektar uzum bor. Endi shundan bir bunaqa yosh nihol bo'lsa, bir 1000 gektar, 1,5 gektar. O 5000, 4,5 5000 gektar katta shunaqa uzum bor hammasi. Ha, meva beradi. Meva beradi qon. Buni Rossiyaga jo'natamiz endi xudo xolasa. Toshkentda o'zimizda yeydi. Chortomalar juda ko'p. Bog'i somonda nima bo'lsa, shu yillar juda ham shartnoma juda ko'p. Yevropa shunchalar kelganki, shu yil o'tgan yili oxiri Shveysariya boshlab ketgan oxir uzumlarni. O'tgan yili mana Shveysariya bankini xo'jayini o'zi kelib, o'zi olib kelib. Endi olmagan, endi jo'natishdi u yoqdan. Endi nima qilishi? Hozir shu yerda o'zida qancha gektar mana shu yerda? Meniki hozir shu yerda o'zimniki mana shu cho'da qirib, ko'p mana jiyanlarim bilan 1,5 gektar yerimiz bor. 1,5. Bo'lib olganmiz aka-ukalar. 1,5 gektar. O'na shu plyonkadan o'nimagacha o'sha yergacha 1,5 gektar. Zo'ra, bu yil hosil ham zo'ra. Allohga shukr yomon emas. Mana kishmish mana. Kishmishlar. Kishmish. Maydadan ekan. Bu oq kishmish o'zi. Danagi yo'qdan. Danagi yo'q. Danagi yo'q bular. Danagi yo'q bu. Kishmish. Oxirdagi mana bitta pali ko'r chachib qo'ysa, Buni issiq urar ekanmi? Ha, opni urib ketar ekan. Mana shu sug'armaganimizniki bu mana shu. Shunday qo'yib qo'yadi mana. Olib tashladi endi bular. Olib tashlaymiz bularni. Issiqda unga ser suv qilish kerak. Buni o'zini ser suv qila olmaysizda endi. Buni ishlar ser suv qilib bo'lmayapti endi. O'shanga berib olishimiz kerak suv. Mana shu Xitoylar mana shular hammasi endi Xitoy. Bitta shunisi buniki issiqda suv besuv qoldi, ashna qilib qolaveradi. Xitoyda mana shu. Mana shuniki Prezenskiy deydi, Xitoy. Mana shular. Endi bular mo ketadi, bular o'rniga qoladi. Deydi. Bu avatar ekan, ha? Kindik. Ha, şey. Mana shunda endi hozir zo'ra. Ha, endi bu ko'k emasda, mana shular hammasi mana shu kindik mana. Mana shular hammasi kindik. Mana shular. Mana ular. Avatar deylar ekan. Mana shular avatar kindik. Bu ham optovga chidamaydi, ko'p optov oladi mana shunaqa buni ham. Keyin buni qanaqa barkin uncha olinmaydi? Ha, bular kamroq olasiz. Keyin mana u nimada ushlab qolasizlar, shunaqa sal optov qilib qo'ysangiz, u ham optovga tez chidadi, ser suv qilish kerak. Suvni namma sug'arish kerak.
Bu avatardan ko'pmi bag'da? Yo'q, bor. 5-6 tur bo'ldi hozir. Yana u vaqtda bor, u nechta mana bor mana. Mana shu hammasi endi bu yangi nihol yangi ulaganmiz. O'tgan yil ulaganmiz bularni. Endi bu yil xudo xolasa endi kuchayadi, kattalashadi. Xudo xolasa. Shu oralab ekkanmiz, ulaganmiz, o'tgan yil sovurib ketganda ulaganmiz. Hayvon qilinganda. Shuni oldingi, ha. İşte mana hozir xudo xolasa. Avatarda o'zini. Ha, o'zi avatar. Uni biz kindik deb nom qo'yib oldik. Kindikka o'xshab bor uchun kindik deb nom qo'yib oldik. Biz Farg'onada men qarang shunaqa bir nom qo'yishga, nima qo'yishga zo'rda. Laqab qo'yishga. Laqabchi mana ular mana shu ham kindik. Mana bu kindik. Ha, o'shani ko'rdingmi? Mana shu hammasi kindik mana. Bu Mana ungacha shu Chay, shur. Palgurda yaxshilab bersa, nima sapasdi. Mana shu sekin o'zi yo'g'ib ketadi. Ha. O'shaning uchun evaziga chang tushgancha mayda bo'lib qolganda bu mana u. Yo'q, bu bo'ladi. Bu hozir suv ichgani yo'q. Buni sersuv qilish kerak. Mana suv ichish kerak bu. O'shani evaziga hozir biz sug'arganmiz yo'q, suvdan qantaryapmiz, mana Husaynini deb buni sug'ara olmayapmiz. Bular mana olib to'g'ri qo'yapti buni o'shanga. Mana bu olib to'g'riyapti. Bu kasallik emas, bu olib to'g'riyapti. Bu har bir eski daraxtlarda yangisi chiqqan. Ha, o'tgan yil yangi chiqqan, so'g'irganda. Buni ulab ketganmiz hammasini. Bu avatarmi bu? Ha. Shu avatar mana shu. Avatar. bu yil qanday har yilgiga qaraganda hosil zo'rmi? Allohga shukr, yaxshi. Ham har yilgidan ko'ra yana ham yaxshi-yu. Endi qaragan odam kuzda ma'lum bo'ladi. U ko'jani kuzda sanaymiz deydi. Bu o'sha gapi u nima emas, uzun mashla bu bor F1. O'sha F1dan buni mehnati ortda. F1 endi bundan ko'ra kechroq pishadi-da u. Sentyabrda pishadi-da u. Donimi unaqa bo'ladi, lekin boshi 4 kilo 5 kilo bo'ladi. O'sha mana shuni. Bu o'sha men sizga nima deyapman, mana shuni olib tashlasam, mana bu birinchini. Mana bu o'shani bo'ladi, mayda lekin o'shaqa bo'ladi. bu Rizamat deganingizda u nomi yaqinda paydo bo'lgan ekanda, ha? Ha, bu eski Rizamat. O'zi eski Rizamat. Endi bu prezidentimiz kelganlarida bizni Hoji bobomiz shu Shoxon bo'lsin deb Hoji bobo bunmani prezidentning nomimizga Shoxon devorlar. Shoxon bo'lib qoldilar endi. O'zimni Rizamat ota edi-da. Endi prezidentimiz nomiga bo'lib qoldi. Shoxon bo'lib qoldi. Ha, kelgan o Xitoydan olib kelingan uzum bordi. Damiskini atlasisi. Uni prezidentimiz nomiga prezident devordi. Shu bilan o'shanday prezident bo'lib qoldi. Bir zaminiti bo'lsin deb endi O'zbekistonga o'xshab Rizamat ota bo'ldi demasa, endi biznikilar endi mamiz prezidentimiz nomiga ikkita uzum nomiga bo'lib qoldi. Bo'lmasa buni Oltiariqlarda Rizamat deyishadi. Buni Oltiariqda Rizamat ota deyishadi. Rizamat ota deydi. Ha, bizda endi uni aytamiz-ku. Shunaqa. Allohga shukr. Rustam tog'a qalay Oltiariqdagilarga o'xshabdimi uzumlar qanday bu? Yaxshi. Yo, uzum zo'r. Zo'rmi? Uzum yaxshi. Uzumlar yaxshi. Shunaqa qilib bil o'sha masjiddan shahrini hammasi ulaganmiz. Bu hammasi Rizamat ulaganman. O pastgacha va shu oralarda chiqqanlarni ulamami hammasi? Ha, yo'q, ulama. Bu aytanaga, mono qatorga o'shalik prezidentdan ulaganmiz. Ikkitasi quribdi-yu, endi qab turaveradi. Qolganiga men ulab chiqdim pastda. Hozir necha qator sizdan? 3 qator. 3 qator uzun. Endi biz Mesdan zo'r. ha. Ulaganiz o'sha yil hosil beradimi yoki? Yo'q. 1-2 yildan keyin. Bir mana endi mana 2 o'tgan yil ozg'azdan meva berdi. Keyin mana meva beryapti. 2 yil ekanda, ha? Ha, endi 2 yilda bo'lib 2 yilda endi hamma narsani ham nasib qilsin. Bu toqat mehnat kerak bunga. Bitta mana chukurini bitta baylab chiqqanmiz. Baylaydigan apparati bor.
O'zini. Ha, mana shu mana ko'ryapsiz? Ishchilarni olib kelib, mana har bitta chukri mana baylangan mana. Mana chukri hamma chukri baylangan mana. Nima emas, ko'ryapsizmi? Bekordan bekorga bu o'zi bir yotib chiroyli yo'q qolgani yo'q mana. Hammasi baylangan. Bizda 40 ming. Yo'q, Mana. Shuncha mana nimalarni ko'rsatib chiqdingiz erimmasdan. Rahmat sizga. Hali boydigan joylarimiz ko'p, hali olaverasiz. Nimaga boramiz a Ne'mat hojibon? Splisaga o'tamiz, splisadan to'g'ri o'tamiz. Bo'ldi, gap. Pishadi, mana shu tez pishadi bu. Chilgirdan keyin pishadi. Husaynimi bu? Oqshoxon. Oqshoxonachi Rizamat toqi. Rizamat toqi. Dog'lar hammasi hojiboni yer ekanda, ha? Ham ba'zi hojiboni boyi. Mana shu kunlik bor hammasi. Chetdan terib boryapsizmi endi? Yo, uni aytib-ku prezident ekrandim. Buni 2 kun terdim aytdi. Kecha oxirida. Kecha teruvdik-da, endi kecha bayt. Qolib ketdi-yu bu. Endi bitta qoladi, endi bo'ladi-da endi. Ana shu shirin pavlon mana shu. Qolib turing. Tarafga olib turing. Ishchilaringiz bor shekilli betlarda. Ishchilar ham bor, o'zimizdan qilamiz, ko'proq o'zimiz qilyapmiz. Mana Tojikistonga kelib, mana Paxta terib. Madikar kerak edi, mana pomidor Teryapman. keldi. Voy, chiroylarga kiring. Chiroylarni yaxshiroq aytib. Haliga yedik-ku, shakaroq. Mana shu tekrar yurib ko'rdi. Islom tamom. Ko'ryapsizmi? Yurori ko'p mana patrolarda. Altog'o ko'rdingizmi? Hozir 3-4 marta terdik. 3-4 marta hozir. Bir tergamda hozir shu kuni birinchi nimasi bir tonnadan o'tdi. Ha shu kuniga Necha sotuvlik? Nima? bu Tuplisa? 15 sotuvlik. Ha, 15 sotuvlik tuplisa. Pastamonda bodring ham bor. Bodringlar ham buzilib qoldi, bo'ldi, buzilib ketdi. Ha. Sortlar. Bu nima degan sort famida? Xo'p. Sort magneti degan sortimiz. Ha, Magneti. Ajoyib bo'lgan, bir yomon emas ancha. Xonali buni bir suv bo'lib qolsa, suv ochib olish kerak. Suv yo'qkan, o'shani ko'rish kerak. Men pomidor ishqol bo'lganman-da. Endi o pastamonlari juda nima? Islom tog'a yegan teryapsizmi? Ha. Ha shakaroq yiyiz. Atela pomidor keldi-ku. Maralar kesib, oqibatlar kesmay qo'ydi. Yangi terib olibdi bularni. Ha shu maydalar shirin bo'ladi. Hojimlar yotishgandir, ayag'ay bo'lish bor. Shokolad qo'yinglar dedi. Mana pomidor olib keldim. Mana shu yerga keldim. Yo'q edi. Olib kellaringmi? Ertaga bor edi qonali deyishadi. Bir jirillashadi hali. Dog'lari boshqacha. Shu hammasi bitta sortmi yo boshqacha? Bu boshqacha, bu Nima deysiz? Rozi sizdan chiqdi. Kursudami? Kursuda F1. Ha. Yangi sortga shunday ekandik bu. Bu kichik kechkiroq ekan. Katta ekanda ne? Ha, bu katta sortga kichik kechkiroq ekan. Endi ko'proq yeyapti mana endi tepada. Ha, tepadami? Tepalarda endi mevalari juda bir nima bo'lyapti endi. Bu qarang, bular
Endi mevalari juda yaxshi bo'lyapti bu. Bo'lmasa qolganda bular. Mana shunaqa bu qoldi. Ajoyib endi uchlari juda ham chiroyli bo'lib bo'yapti, qarang. Qarang, endi chiroyli bo'yapti bu. Kesish kerak ekan, buni kesmadim oxiri. Tepasini kesmadim, qarang mevalarni kesmaganimga bo'lmasa katta-katta bo'lib ketyapti buni mevasi. Kesmaganimga endi normalni sort bo'yapti, qarang. Tursunzoda F1 ekan. Lekin kechkiroq ekan bu. Ana bu signalga. Bunga qaraganda? Magnitiga qaraganda o'sha kechkiroq ekan. Magnitlar lekin juda hali nima paytda chiqar ekan. Osonmas bu. Hammasiga ulgurganlar olish. Молодец. Necha metr uzuni? 70 metr bormi? Ha, 70-75 metr. Ha. 80 metr ekan. 80 metrga 22 metrmi? 20 metrmi? Nimami bu? Parvoyatda bilinmi? Yo'q, parvoyatda bilan emas edi. Biz o'zimiz ana unaqa 200 litr bochkalarda apelka pechka qildim. Apelka pechka, apelka yoqdim. 3-4 joyga apelka yoqdim mana bunaqa qilib. Mana uni bochkani apelka qilib yoqdim. Lekin bodrinimga pechka qildim. Отопление? Yo'q, отопление emas. Ha, turba. Turbadan pechka qildim o'zim. Bodring qayerda? Bodring na past tomonga o'tamiz. Qulaysizmisiz? Kecha qulaysiz. Albatta 2 soat qulayman. Kechani Ha, to'g'ri? Ha, qulaydi. Ha, Mana hozir 12 dan dam beraman. 4 gacha dam hamma bolalarim. Hamma. duo qiling endi shuncha hosilga mana. Parvardigor mana berayotgan hosilni barakotli qilsin Parvardigor. Yaxshi kunlarga, to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin Parvardigor. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Kam bo'lmaylar bu haq. Bularga ramani hozirga azman uylarini kelgan ko'rganmashda. O'yib. Mashitda mehmonlar mana shu ko'rganlarni kirib ko'rishadi pastda ham. Kirib qilingan yashitlarni. Yo'q, chiqacaqcha. Baliq bo'lib bor. Nima? Bu yildagini aytavering. Kamol hojiga prezidentimiz medal taqqan joy ekanda, bet, ha? Ha, shu mana shu medal nima taqqan joylari. Kaptiyo O'zbekiston prezidenti kelib, Shavkat Mirziyoyev prezidentga Kaptiyo bergan joylari. Mana shu yerlarda ko'rishib uzumlarni, mana shu uzumlar. Haqiqatda zo'r bo'lgan ekan uzumlar. Chetga kelgan, mana shu yerda doim prezidentlar kutayotgan joyi shu. O'sha Hojiboni o'g'illari. Uzum qarang, yo'q. Mana shu prezidentlarni doim kutib oladigan joyi. Dachalar. Kutib olishadi chetlarda. Hozir Ne'mat Hojibga boramiz. Shularni joyini qildi. Yoshli kecha mehmonlarga joy qildi, hammasi ketdi. Bag'i bog'daqa qilingan ekan-a? Ha, baytda Hojibo, Ne'mat Hojibo shu nimalarga qiziqadi, mana ulaydi, hamma narsani o'zi ulaydi, tayyorlaydi. Archalarni tayyorlaydi, shunaqa manzarali archalar hammasini Hojibo tayyorlaydi o'zi. Juda nimasi ko'p. Juda nimalarni
Bu mehmonlar ko'ygan joy qilgan. Ha, u shundan o'g'illarga uy bor. Keladi. Ko'p nima qiladi. Qanaqa? Bu to'ylarda chaylar hojibon hamma mehmonlarga mo'talar mehmonxonalar qildi mana. Mana shu nimalarni mehnatlarni ko'rgani kelishdi. Juda. Qanaqa bir archa, nimalar, mevalar, daraxtlarni, chiroyli daraxtlarni ko'paytirishni yaxshi ko'radi hojibon. Tojikiston bo'ylab beradi. Har kuni kelib o'zlari katta mehnat bilan chopadi, nima qiladi. Sasna emas, boshqa. Yo'q, boshqacha, sasnadan boshqacha, yana boshqa. Mana bu daraxtlarni bilaman, mana mayda daraxtlarni, lola daraxt ekan bu daraxt. Bo'lami? Yo'q, bular emas, yana mayda. Pastaki nari. Lola dargimi? Ha, lola daraxtlari. Mana uni nima mana? Buni bilmayman, nimadir dedi-yu, qo'zg'oy. Betlarga ham nima kelganmi? O'zbekiston prezidenti kelgan, ha? Shavkat Mirziyoyev kelib aytib Captiva bergan Hojibolga. Ha. U O'zbekistonning blogerlari keldi baytlarga. Hojibol? Ha. Ha, Rustam to'g'ri qara. Qanuni buni yaxshilar. Hozirgina yaxshilar. Ikkinchi Ashtiva Hojibolga Captiva chetda bergan. Shavkat Mirziyoyev chetga kelganlar. Ha. Bu o'sha mana prezidentlari qabul qilgan Hojibonga. Baytlarga hamma so'zini eshitib qo'ydilar Hojibon. Tomonlari ham qizarishni boshladi. Rizamat qizarishni boshlabdi. Tamaga Rizamat qizarishni boshlabdi. Ha. Ha, bular Rizamat deydi, shoxonani Rizamat deydi. Bizlar endi shoxona deymiz. U shoxona deyishning sababi prezidentimiz uchun nomiga shoxona deyildi. Hurmatlar, o'zi asli Rizamat ota. Biz uni Rizamat ota demasdan uni yangi qilib O'zbekistonga qilib qo'yib, prezidentimizning nomiga shoxona deb yubordik. Alisher aka, Yangi nom bilan tanilib ketdi bu. betlar avatar ekana? Bu avatar. Mana bu Xitoy. Mana bu Kishmish. Mana bu Rizamat, mana bu shoxon. Mana Kishmish bor ekan. Mana bu oq shoxon, oq Kishmishni ham mana. Mana bu Kishmishning qorasi. Shu chiqibdi. Mana avatar ekan-da bu. Oftob uradi. Suv kam quyilsa, Rizamat ham rang beribdi-yu. Mana avatar ham qizaryapti. Seni bor, endi o'shani hisobga kam suv qo'ygan uradi. Rang beribdi qora raji. Kindik rang beribdi mana deydi. Bir haftadan keyin pishadimi bu? Qarashni qarang, maydagina. Qarang, qarang ya. Pomidor o'rab qo'yganmisizlar? Ha, pomidor. Endi mehmonlar kelyaptilar. Endi
Onu parnida nima bor parnida? Pomidor o'rab qo'yilgan, olib to'g'ri. Yo bunisi-chi mana unisi. Bunisi lola gul. Ha, gulmi bu? Lola gul, bu nima? Ana guldan. Daraxt Ekiladi. Uni ham ekadi. Urug'ini sepganmiz-da. Yangi uzumlar ekan-a bular hammasi mayda. Bu hozir Regarda eng baland joyda turibmiz-mi? Ha, Regarda eng baland joyi desa ham bo'laveradi. Paspolni ko'rinar ekanmi? Mana biz onaga keldikmi? Voy. Oho, o'sha zavod oldidan keldik mana. Ko'rdingizmi? Hozir 5 minut oldin o'sha zavodda Zavod oldik. oldik. Mana shu Regarda eng baland joyi ekan. Ya endi nima qilingan joylari. Vertolyot parashatka. Ha. Vertolyot parashatkalar. O naradan yurib ko'rasiz hammasini ko'rinadi.